Masalan, menga TikTokdagi insonlarning nimasi yoqdi aytaymi sizlarga? Ular boy-kambag'al ajratishmaydi ekan. Shu jihatlari menga judayam yoqdi-da. Men Instagramda video qo'yganman, videolar qo'yib yurgan vaqtimda, hozir ham qo'yyapman. Boy-kambag'alga ba'zilar ajratishadi, ba'zilar seni kiyimingni ustidan kulishadi. Masalan, sani xullas unchalik mensimaydi-da, kiyimga qarab muomala qiladigan insonlar bor. Keyin uy-joyingga qarab, sharoitingga qarab muomala qilishadi. Senga unaqa yaxshi munosabatda bo'lishmaydi-da. Kambag'al bo'lsang, uncha-muncha odam senga gapirmaydi. Lekin o'shandayam Instagramda mana ba'zi insonlar, u yerda ham judayam ko'p do'stlar orttirganman. Ularga boriga shukr, Allohga shukr, mana shunday yaxshi insonlarni uchratganimga. O'sha insonlar lekin meni sharoitimni, qanday uyda yashashim, qanday sharoitda bo'lishimdan qat'iy nazar meni har doim qo'llab-quvvatlab turishgan, hozirgacha qo'llab-quvvatlab turishadi, har doim meni yaxshi ko'rishadi. Ularga meni kiyinish uslublarim yoki kiyinishlarim, xarakterim yoki mana shu uy-joylarim ularni qiziqtirmaydi. Hammada bor narsa. Men ham borini ko'rsatib videolarni joylaganman. Unaqa o'zimdan boyvachchani ham yoqa olmaganman. Oddiy qiz bo'lsam, shunday borimcha ko'rsatganman, lekin ba'zilarga bunaqa oddiy ko'rsatish yoqmas ekan. Ular menga yozishardi, chiroyli joylarda video olsang bo'lmaydimi? Boshqa shaharlarga borib videoga yoki boshqa joylarga borgan, atrofingda qara, zo'r chiroyli kiyinib olgin deyshadi. Makiyaj qilib olgin, salonlarga bor, o'zingga qarab yurgin deydi, lekin hech kim bunga qancha pul ketadi, bularni hisob-kitob qilmaydi. Kiyimingga qancha pul ketadi, buni ham hisob-kitob qilmaydi, lekin og'zida hamma ham gapirib qo'yishaveradi. Lekin men TikTokka kirganimdan buyon bu yerdagi insonlarning muomalasi menga juda ham yoqdi-da. Har bitta insonning muomalasini gapirib beradigan bo'lsam, sizlarga umuman boshqacha. Bularga meni kiyinishlarim, har bittasi men qanaqa kiyinishimdan qat'iy nazar, qanaqa uyda yashashimdan qat'iy nazar, uyingiz buncha chiroyli, kiyimlaringiz juda ham o'ziga yarashgan. Bular meni borimcha qabul qilganligi uchun ham bularni juda yaxshi ko'raman. TikTokdagi har bitta inson meni borimcha qabul qildi. Har bitta men bilan battle o'ynagan insonlar ham meni borimcha qabul qilib, har doim meni qo'llab-quvvatlab turganliklari uchun ularga o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Men oddiy qiz, oddiy kambag'al qiz bo'lsam ham meni ular boshlarida ko'tarishdi-da. Shunaqa darajada menga hurmat bildirishdi. Ular uchun men juda ham xursandman. Shunchalik hali ham mana shunaqa yaxshi insonlar bor.